Halime, nega bardingiz qizim? Hijab ansirattiniz-ku meni. Apamning yeniga berib qo'nib keldim. Bo'lmabdimi? Apangizning yeniga bag'iningizga yaxshi bo'pti, qizim. Qo'nib qolaman deb qo'ygan bo'lsangiz, kecha kirpik qaqmay chiqdim. O işte, nega olsam sizlarga do'xlab qilamdim endi. Bundan keyin hojatga chiqsam sizlarga do'xlab qilay, bo'lamdi? Apa, ben qaytib keldim. Voy, qaytib keldingmi, jinim bolam? Halime qani? U hujrasidamikin? Men har qatim komandirovkaga chiqib, yot shaharlarda hatto 10 kunlab turib qolsam, ayolim Halime 1 minutni xayolimdan yer bo'lmaydi. Uni cho'nqur seg'inish ichida eslaydim. Ishlarimni tugatib tezroq uyga berib, Halimening vasliga yetishni o'ylaydim. Onam bo'lsa xiyolimga kirib chiqmaydi. Xiyol qildim degan taqdirdami, uchib ketayotgan qushning soyasi beshimga tushib o'tgandek, onamning simosi lepta qilib ko'z oldimda paydo bo'lib, yana yo'qolib ketdi. Halime mening borlig'im edi. Halime bo'lmagan turmushni tasavvur qila olmaydim. Komandirovkadan kelganda bo'lsa, opam har xotin ishimizga nisbatan ortiqcha odam bilan. Ana o'g'lim har qatim komandirovkaga chiqib ketganda qancha kechalarni uxlamay, g'am andisha, sig'inish bilan o'tkazgansan. Farzand ishqida gulxon bo'lib yongan yuraging, o'g'lim qaytib kelsa, uni bag'ringga chimilib besishni, uning peshonasiga onalik mehr-muhabbat bilan to'ymay suyishni istar edi. Lekin o'g'lim to'y qilgandan keyin uni bir qatim bag'ringga basa oladingmi? Ashu yolg'iz o'g'lim o'g'illik mehri bilan sening bag'ringga o'zini itib baqdimi? Yo'q. Ashu yolg'iz o'g'ling sening bag'ringga emas, balki ayolining bag'riga o'zini otdi. Ana. O'g'lingni bag'ringga besish uchun kang echilgan illiq quchoqlaring havoda bo'shqini laylab qolganida yuragingga zig' sanchilgandek bo'lib, qancha azoblangansan, ha? Ne bo'ldingiz, Amrig'im? Opam ko'nglingizni og'ritib qo'ymagandi? Voy jon, kashkish opam deyavergansiz. Apangizchi, men bir jup uzuq qilib berdi. Shu vaqtincha apangizdan og'rinmayman. Lekin nima bo'ldi? Apangizga dang, telefonda sizga degan hiliq pulning yarmini bizga bersin. Voy, mushu gapmidi? Sening meni deb yurmasakmi, bir oilaning puliga u. Nima? Siz undaq degan bilan apangizning ruxsatsiz shu pulga chaqilg'ili olamdi? Bilamsiz, men hozir eg'ir bo'y. Nima dedingiz, Halime? Men dada olamdim. Halime, men dada olamdim. Voy jon, ner turing-a? Men nima qo'yda? Siz nima qo'yda? Ayting, Halime, siz hozir nima qo'yda? Shu topda nima desingiz, nima talingiz bo'lsa, beshim bilan mengib yurib, hal qilib beraman. Apangizga deb pulni eling, doktorxonaga yurib balon og'iz etiman. Nima? Bu nima deganingiz bu, Halime? Balon og'iz etiman dedim, og'iz etiman. Bo'yimda qog'imni ta hozirgacha bilmay yuribman. Nimishqa, Halime? Bu bolamni nimishqa shuratmoqchi bo'lasiz? Shuratmay tug'amdim emsa, qarang yuzimga odamni satlashtirib helitin dog' tushgala turibdi. Vaqtida amal qilmasam, atogin kasamni kayniga qo'sig'imni oldiga do'mbaytib yuramdim. To'g'samchi tehi, figoram butunlay buziladi. Undaq olmaydi, Halime. Hargiz undaq olmaydi. Xotirjam bo'ling. Heliq pullarning hammasini sizni kutishga sarf qilaman. Sizning go'zalligingizmi buning ichida, Amrig'im? Tug'mayman dedim, tug'mayman. Hargiz tug'mayman. Mushu birini tug'ib bering. Bundan keyin hergiz bola demayman. Gapim gap. Siz nima desangiz shuni o'rindab beraman. Ya'ni sizga bir jup oltin bilayzik ep beraman, bo'ladimi? Asma? Siz bek yaxshimi? Oy, keldingmi bola? Qarang, Halime, men sizga nima deb keldim? Qarang, paxlan go'shi. Opam sizga sho'r qilib bersin, quvvat bo'ladi. Yana tek o'pkasizmi bor mana? Voy, samirib ketamanmikin deb qo'rqsam, ko'nglimni ilashtirib, yana bu narsalarni ko'tarib kelganni. Menchi, go'shti to'yib cho'ng olgan. O'zingiz yeyavering. Halime, yana mevichi bilan bor. To'xtang. Halime, to'xtab turing. Yapingmi?
Ulug' Xudo, o'g'limning ko'ngliga insof bergin. Apa, Keldingmi bolam? nima bo'ldi sana? İşnin bo'lmadi. Tamoq yedingmi? Yedim. Bir gapni sana demoqchi edim, apa. Nima gapdi u? Men bugun tushdan keyin Urumchiga 6 oylik bilim oshirishga bormoqchi edim. Tushdan keyin mengaman. Nima? Shundoq tuyuqsizmi? Halima bilamdi bolam. Biladi, apa. Bu xabarni menga uqtirgan xili bo'lgan. Halimaga deb sana deyishni unutib qoptiman. Baribir seni ansirtib qo'yguncha bugun deganim yaxshi bo'ldi, apa. Uydan chiqmay o'tirgan vaqting bo'larmi bolam? Qachonli qarasa sirtli yuraysan. Qanday qilaman, apa? Xizmatning ehtiyoji shu tursa. Qachonmi kelasan bolam? 6 oy degan oz gapmi? Sen kelguncha bu kunlar qandoq o'tar? 6 oy degan hash-pashdagcha o'tib ketadi, apa. O'zing bilsa, Halima eg'ir boy. Uningga obdan qarg'in. Nima yeyman, nima kiyman desa, hammani qilib bergin. Ko'nglini og'ritib qo'ymagunchimi, apa? Ma'qul bolam. Deganingdek qilaman. Yiroq safarga chiqadigan bo'lyapsan, o'zingni asirg'in. Ma'qul. Ah yo'lliq bo'g'in bolam. Yig'lama, apa. Sen o'zingni obdan asirg'in. Juma, men idoraga berib, bejaradigan ishlarimni bejarmasam bo'lmaydi. Ma'qul hamsa, apa. Men berib kelay. Ha? Xudoyimga omonat, jinim bolam. O'zingga puxta bo'l bolam. Xudo sabringni o'ngishli qilsin, ah yo'l bo'lsin. Seni Alloh egamga topshirdim, o'g'lim. Siz kelgacha yo'lingizga talmirib gelimdan g'izo o'tmaydigan bo'ldi. Bu 6 oy vaqt qachonmi to'sha? Shu xizmatingizning ehtiyojini demasam-ku, sizni hech yerga mang'izmaydim. Mening sizdan 1 minut ayrılığım yo'q, jinim. Lekin amal qancha? Xo'sh. Ma'qul. Xo'sh. Bolam, nega mangdingiz? Xeyli kunlabdi talatizga chiqmag'ili. Uyda o'tirib ishtek zerikib ketdim. Havo yegash aylanib kiray. Ala kızım, tavuz yigen. Apa, dada, sizlarga deydigan gapim bor edi. Degine kızım. Ahmet komandorubga chiqib ketib, qiyin opamning yolg'izchilikdan ichi siqilib qoldi. Shunga sizlarning qishinglarga ep kelsam, o'zaro halmon qilsanglar, shaharning manzarali joylarini cho'kiltib kelsanglarmikin degan edim. Shunda bo'lsa, qiyin opamni baxush bo'lgan bo'ladi. Yaxshi o'ylabsan qizim. Bizmi deyishadigan tuzuk parang yo'q, zerikib qilavadik. Undaq bo'lsa, hozirli berib, darhol ep kelgin. Birdam yerimda halmon qilishaydi. Qo'shildingmi dada? Buningga gap ketamdi qizim. Bek yaxshi jimsan.
Apa? Keling ha qizim. Apam bilan dadam sizlarni bir kelgan bo'lsa, halmun qilishib o'ltirgan bo'lsak deyishyapti. Bundaq qilsam, Qudularga ig'irchilik sep qo'yamanmi bolam? Nədiki gapni qiladiganlar jinim apa. Bu qitim bormisizlar? Apam dadam sizlardan cho'qim xafa bo'ladi-jimi? Undaq bo'lsa bo'ladi. Men tayyorligimni qilay. Ma'qul emsa, tezroq bo'lalar, men chiqqashtiray. Qandaqroq qudam. Obdan turvatamdila. Xudoga shukr, har holda yomon emasdir deb. O'zlaricha. Men bu yomon emas turvatman. Chaysizlar. Chay icha qizim. Baxsizlar. Shundaq qilib, Ahmad ketdi qudam. Biz ikkimiz qoldik. Ahmadjonmi o'qishibsizlar, qaytib kela. Apa, dada, Amsa apamni sizlarga topshirdim. Haldan obdan xabar olasizlar. Men qaytay, uyda qiladigan yana azroq ishim bor edi. Men qaytay Amsa dada. Xayr xo'sh. Xo'sh apa. Qarab mangada. Kim o? Ben. Tezgah. Geldiler. Sizden ensirep qaytib keldim balam. Vay vay. Ne ya küçük balı bulmuşsan? Emis kirip aramasılar. Siz mi okul arab gelememsin? Makul. Kim? Opa. Balam. Nevra acamның insi. Yo'q, mening nevra akam. Shundaq. Baldurroq degan bo'lsangiz, tamoq etib beratdim emasmi? Bo'ldi. Men mangay. Helimi yaxshi, o qeri sezamay qoldi. O qeri eringiz deb qo'ymasa?
Yo'q, deyamaydi. O qeri o'g'lining ko'nglini bek ayaydi, deysizmi? Ahmad baribir ishonmaydi. Undaq bo'lsa, ansirmisan bo'g'dak a? Voy, vaqt birek berib qapti. Men qaytayga. Nimada ansiraysiz? Yo'q, bugun dadam opamning yoniga boraman. Qiyin opangizni yolg'iz tashlab qo'yamsiz? O işte, nima qarim o qeri bilan. Ahmad uyda bo'lmasa, uyda o'ltirmayman. Cho'ng uyga ketaman. Amsa men qaytaya, biroz ko'rib qolsin yana. Ha, bo'pti. Amsa telefon qilasiz? Ha, telefon qilaman. Qo'shamsa. Ha. Voy. Halima ama? Ahmadmisiz? Qandaq yaxshi turib Yaxshi, o'zingiz-chi? Balam salomatmi? Balamiz salomat. Doktor kelar hafta yengiysiz deydi. Men baq qo'rqyapman. Qo'rqmang. Men ruxsat so'rab, atil yo'lga chiqaman. Ma'qul. Amsi tezroq keling a? Ma'qul. Ma'qul, xo'sh. Apa, ben qaytib geldim. Voy, canım balam. Yolda çapat atmagan sen ha? Yo'q. Bir narsa yedingmi? Halima qani? Halima o uyda. Halima, yaxshi turdingizmi? Sizni bak sevgandim Jumo. Sevinib demişdi. Telefon vermegen bolsam to'g'it bölümünde jinim bilan o'ynashayotgan chaqda Urumchida g'amsiz holda o'yiningizni o'ynab yuratdingiz. Undaq emas. Xizmatimning ehtiyoji shu tursa. Xizmatning ehtiyojimiz texi. Xotirjam bo'ling. Endi hargiz ketmayman. Sizga yaxshi qarayman jinim. Rasma? Ha, rost. Siz bek yaxshi jimu. Oy can. Ahmad. Oy can. Oy. Oy. Oy can. Ahmad. Oy can. Oy. Halima. Oy bolam mashina chaqirim. Oy can. Ben hazırla mashina tep kerak. Chidab turing. Oy. Oy. Oy can. Oy. Doktor. Xo'sh xabar, ayolingiz qiz tug'di. Rasma? Rasma doktor. Rahmat. Ko'p rahmat. Arzimaydi. Rahmat balam, rahmat. Arzimaydi. Rahmat. Oppa, qiz tug'ibdi. Oppa, dars keraklarni tez tayyor qil. Halima bilan bolamni qo'shiqqa ichib ketdi. Doktorxonaga chopsam bo'lmasa bo'lmaydi. Ona bolam, ona. Bo'la tez. Bo'la oppa. Chopsam bo'laydi. Mayli.
tezroq bo'l. Aka bolam. Men Halima. Onun oma qizim. Halima, maus Ma'sal. qilib ishchi bilan. Önüm otudum. Halima, balani emitdingizmi? Süt parashuga beraylik. Nima? Bu nim deganingiz? Onu sütiga bu narsa yetamdi. Meni tugasin demoqchimisiz? Helimi bola tug'man deb mo'mayg'ila o'xshab qoldim. Endi tug'ib bersam boqamamsiz? Bir qitim bo'lsa-mu amchak selang bolam. Emitmisiniz, zoya bo'lib ketadi. Sütіңizmi eqib sizni xafa qiladi. Oqsimayli, sho'rab emgandan yaxshiroq. Meni emmaganga bola cho'ng'imay qolamdi. Bola emitiman deb iskatimni buzg'im yo'q. Sut to'xtatadigan o'qil olaman. Bu Әмсі емізге құтысыға азырақ сеғіп берің боламды. Nima? Meni seg'in kalis ko'rib qoldingizmi? Voy jinim bolam. Nimanchimi yig'laydigan sen? Allah. Voy xudoyim, nim bo'lgandi bu bolaga. Ahmad, bu yoqqa chiq bolam. Ha? Ne bo'ldi apa? Qara, bu bola faqat bulanmayotidi. Qarab baqqin. Yig'lab to'xtamayotidi bolam. Bola besh yig'lab ketyotidi bolam. Bola bekilib jonsiz. Bundan keyin texmo. Apa, Halima'mı keçiç vacalab yatamidi. Doktorxonaga berib kelsakmikin? Emisa bolaga men qarab turay. Sen uni doktorxonaga olib borgin. Ma'qul apa. Kela bolam, jinim bolam. Ma'qul. Voy jinim bolam, ana sütü emmay qandaqmı cho'ng bo'lasan? Qandaq qilaman bu balani? Nimandaq yig'laydigandu? Voy xudoyim. Allay bolam. Jinim bolam, cho'ng apisi qarab yetib ketganini qarmamdigan. Apa tez ol. Yatak lazımlık narsalarni tayyorlab ber. Halima'ni yo'q qoldi. Sol ko'ksini jiddiy davolamasa kesilib chiqib bo'lgan. Nim bo'lgandi bolam? Apa tez bo'l. Halima yolg'iz qoldi. Men tez bormasam bo'lmaydi. Ma'qul, sen bolam turg'in. Apa, Men tayyor. tez bo'lgin. Özünüzgü mü kıldınız? Balığı mı kıldınız? Bundaq bo'lishini men nerden bilay? Endi bechora bolamg'imi tas oldi. Emitiman debmi emitolmayman. Endi pushaymon qilganning foydasi yo'q. Bundan keyin bolaga yaxshi qarsaqli bo'lmadimi? Ahmet aka tez buling. Sarxon chopam sizni chaqiratdi. Bolangiz u? Balığı nima bo'pti? Men bilmadim, lekin u Ne? Doktor, qanday oldu? Kechiringlar. Biz ko'p tirishchilik ko'rsatdik, lekin amal olmadi. Bolamlarni. Nima? Bolam. Voy jinim bolam. Bolam. Voy jinim bolam. Kızım. Cinim kızım. Bizni kechir. Biz sana yaxshi qarayolmadik. Sen başka balalarga o'xshash yashashing, do'stlaring bilan xo'shal-xuram o'ynashing, maktabda o'qishing kerak edi. Afsus. Ming afsus. Bizni kechir qizim.
O'qishni bitirmay turiblar nimishqa baldir qaytib kelasiz. Tashkil sizga ishinib sizni o'qishga ayvatsa, siz bundaq mas'uliyatsizlik qilsangiz qanday bo'ladi? Ayolimning tug'ut yiqilishib qolg'achqa amalsiz ruxsat so'rashqim ulguramay qaytib keldim. Albatta qandaqli ish bo'lsa, bizga xabar qilib, bizda ruxsat so'rashingiz kerak edi. Endi bugunli yo'lga chiqib, o'qishingizni to'liq oyoqlashtirib keling. Ma'qul. Bo'ladi boshliq. Men bugun yo'lga chiqib, o'qishimni cho'qim to'liq oyoqlashtirib qaytib kelaman. Ma'qul, chiqsangiz bo'ladi. Ma'qul. Shundoq qilib, qizimning 7 nazaridan keyin qolgan ozg'in o'qishimni davomlashtirish uchun bo'ynimni qil og'amchida bog'lab, so'rigandek amalsiz holda Urumchiga qarab yo'lga chiqdim. O'qishimni tamomlab uyga ketyapman. Shu topda uyga tezroq berishni. Eshik oldida meni saqlab, ko'zlari teshilay deb qolgan suyimli ayolimni bag'rimga ching'idib besishni. Uning bilan turmushning visol paytlaridagi shirin minutlarni o'tkazishni o'ylab, yuraklarim xushallikdan tepichaklab ketmoqda edi. Halime? Apa, ben qaytib geldim. Apa? Keldim mi balam? Ha, sağlayayım oldu. Mijazim yok. Buncha kesel tatqinini bilmabdi men, apa. Nemigin va? Rahmat, oğlum. G'iza yemigen bo'lsam-mu, sening so'zingdan g'iza yegandek bo'ldim, balam. Sen kelgucha inkim tengilmay qilishidan bekmi ansirgan edim. Yenimdan neri ketmagin bo'lamdi. Ma'qul. Rost doğru ishdimi? Yo'q. Men Dorani ishga qo'yay, apa. Xudoyim baxtingni bersin. Rahmatchinim balam. Ras apa, Halime ko'rinmaydi o. Halime, apasining uyiga qaytib ketgili. Xeli kunlar bo'ldi. Texchi qaytib kelmaydi o. Amsi men berib baqay. Bo'lamdi apa. Bag'im balam, bag'im. Oy, uxlab qapti-ku.
Apam bu suyuq selam bir narsa qilib bersak bo'lardi. Shundoq qilsak u bek yaxshi bo'ladi. Bugun bek kashib ketdi. Atil qilib bermandim. Mayli amsa. Hay, chiroqni o'chiraydim. Apa, Keldingmi balam? Kela çay içkin. Çay içib al. Halima qani? Atdigan sening kayningdan chiqib ketgan. Apsinikiga ketibdi-da. Shundoq o'xshaydi. Balam, Nima gap? hech gap yo'q. Bering. Amsa men Halimani ep kelay. Ma'qul. Siz Ürümchiga to'y qilib ketib, tunji qaytim kelishingiz balam. Aslida oldingizga chiqadigan yo'lim bor edi. Desam gap bo'ladi, demasam dard bo'ladi. Ichim dard bilan to'shib ketdi. Bir talla kelindi. Ko'zga shuncha qaradim. Lekin eliqi sizga gapini qilib bergan muxbir qizimning pulini qaytarib beray deb shuncha desam, davolanaman deb unimay, unimi yo'q qildi. Dunyolikda ko'rgan aram bir navramni bir qitim imitib qo'ymay, meni navrisiz qo'ydi. Yuragim og'riydi qizim. Bola o'lib ketgandim bu yon. Hech saqlig'im yo'q. Meni bundoq kelinning oldi qo'yg'icha Xudoyim oladigan omonatini tezroq os bo'lmasmi deb bolam. Ko'ngillarni buzmusla sarxacha. Xudoyim buyursa, kunlar o'tib ketdi. Halimam tuzilib qolar. U tuzalmaydi o qizim. Uning shuncha qildim. O'z bolamdan char ko'rdim. Bilmadi. Ahmadmi uni des o'lib berdi. Shuncha kuyinganlarimizga mana uning javobi. Özlerini köprek asırsılar. Qayg'urmisizlar. Bizni aytadigan yo'lga chiqamiz. Yo'ldashim tijorat ishi bilan bu tarafga yana o'tadi. Shu vaqtda men sizlarga yaxshi dorilardim. Evet. Foydasi yo'q bolam. Mening ahvolim o'zimga ayon. Men uchun uncha qayib ketmanglar. Ko'nglingiz tegil bo'ldi qizim. Undaq demisizlar Sarixacha. Xudoyim kasallarga shifolik beray. Bo'ldi. Yig'imsizlar. O'z vaqtida moda xonim olaman deb uni yaratmagan teng bolam. Odam sati emas, kiyim sati deb Asi Gulmud ko'zning yig'ini yeydigan qiz bo'pti. Mening gapimga ko'ngan bo'lsang, sen mu xotirjam, men mu xotirjam yashaydik. Sen mu balasiz, men mu nevrsiz qolmaydim bolam. Endi har qancha degining bilan o'rniga kelmaydi. Ko'ni xamonni so'rib nima qilsa apa? Balam, bir gap batdi. Deymu, demeymu? Nima gap bo'lsa davamamsa apa? Ayolning to'g'risida bir gap so'z anglamagansan, ha? Bola o'lib ketgan bo'lsa-mu, uni tug'ib berdi. Endi uni o'g'ri qo'laydigan ishlarni qilma. Uning o'zi qilganining foydasi yo'q. Tova balam. Tova qildim.
Men bundaqlı tepoğan gep emas bu. Özünü aqlama. Kimning qandaq ekanligi menga ayon. Farzimchi sen Halimani mendan kunlab qapsan. Shundaqmi? Meni o'zingdek tul qoldirsang, ondan ko'ning arada bitgan o'xshaydi. Kimiki er xotin ikkimizning orasiga sovuqni samoqchi bo'ladi ekan. Opam bo'lsa-mu, o'ziga hezi bo'lsin. Qilchi yuz xotir qilmayman. Balam. Apa! Apa? 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 Kızım aşkına apa? 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 إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الله أكبر Ahmet, Boldi, Boldi. Yolunu yerim tutma. Özümü yesu. Ketkenler ketti. Boldi gel. Arkadan bağın olmayı. Boldi kal. Bu da Ahmet, bana. Kayday. Boldi. Mening zahardan ochiq so'zlarim ta'siridan opam yurak kesili qo'zg'alib olamdan o'tdi. Opa, shu kechasi yolg'iz o'g'limning yuzsizlarcha degan so'zlardan qanchalik azoblangansan. Rahimsiz ajal soyasi ustimga tashlanganda mendek vijdonsiz, bag'ri tosh, vafosiz o'g'limning ismini muborak og'zingda
qancha qitimlab chaqirgan seni. Apa. Canım apa. Qara yuz o'g'lingni dunyodagi eng esil sopollar bilan qancha yuzimi, uning gunohlarini, yuzidagi nomussiz qardog'larni mangu chiqarib o'tamaydi apa. Apam tuproq ostiga ko'mildi. U o'zining talay armani, hasrati, mungzarini birga ep ketdi. Uning menga aytolmagan nurg'un yurak so'zlari bor edi. U oldimga talay ret kelib, menga gap qilishga jur'at qilamadi. Jur'at qilamadi emas, o'g'lini ayidi. Kelinining qo'liq shumliqlarini, o'z uyida yuz bergan sharmandalarcha buzuqliqlarni aytsa, onasidan necha yuz esa ortiq yaxshi ko'radigan ayolining bu ishlarini anglagan o'g'lining azoblanishidan, hatto bardoshlik berolmay, yuragining yerilib ketishidan ansirab, vaznini tog'mi ko'tarolmaydigan bu xo'rliqlarni inson bolasi tasavvur qilolmagudek darajadagi chidam bilan o'z yuragiga singdirib keldi. Afsus. Tumanming afsus. Ben bularni kechik, to'limi kechik his qildim. Esqib yetganimda bo'lsa, mehribon, oq ko'ngil onamdan allaqachon ayrilib qolgan edi. Siz yo'q yeganlarim zahar, kiyganlarim kepan bo'ladigan bo'ldi. Oqshomlari ko'zimga qandaqmi uyqu kela. Kechichi karvatda emas, tikanning ustida yotgandek yetib chiqadigan bo'ldim jinim. Bardoshlik bering, qanday qilamiz? Xizmat emasmi? Ishni imkoniyatini berishni tez tugatib qaytaman. Oqshomlari ishni ching taqab yeting. Qo'shnilarning qizini hamroh qilib olsangiz bo'ladi. Ma'qul amsa. Ma'qul. Xo'sh amsa. Xo'sh. İşinin bundaq ta'tir kelishini ko'mamsiz. Men shuncha tirishchilik ko'rsatsam-mu, aloqa qog'ozga tamga bostirolmay qoldim. Yana bir hafta turib qoladigan o'xshayman. Chunki tamga besib beradigan odam ishkir o'lkaga yig'iniga ketibdi. Mendan ansirmang. Bir haftaga qolmay yetib boraman. Ha, ma'qul. Bo'ladi. Xo'sh. Xo'sh amsa. Ahmet, xo'sh xabar. Oy, nima xo'sh xabar? Bizga tamg'a besib beradigan boshliq qaytib kelibdi. Nima? Atilla tamg'a besib beradigan bo'ldi. Og'zingga navat adash, bak yaxshi bo'ldi. Ati mang'irgan bo'ldim deb ayolimga telefon qilib aytayamsa. Hey. Uni tuyuqsizlik xo'sh qilatmamsa. Ati ablavalining mashinasi qo'rqmadi ekan. Bizni mo elib oldigan bo'ldi. Bir kunda yetib boramiz. Undaqda bak yaxshi bo'pti. Amsa tayyorlig'imizni qilaylik. Hey, uni tuyuqsizlik xo'sh qilatmamsa.
Kim bo'lmoqchi? Men. Sen? Mağrayım qıl aka, Xudo yo'lda meni kechirib etgan. İtbas. Ağzından Xudoning nomi qandoq chiqdi, ablah? Qani digina, bu uyga tunji kelishingmi yoki ilgirmi kelganmi? Tunji kelishim. Rost gap qil. Bo'lmasa, Menday. Rost gapni qilsam, Halima bilan sizdan ilgirla tunishqaydim. Lekin ish o'rnim yo'qdi. Restoranlarda naqsh etib pul topatdim. Shunga Halimaning to'yliq talabini qondiramay qoldim. Keyin u siz bilan to'y qilib ketdi. O'zim yaxshi ko'rgan qizni siz bilan birga ko'rish menga bek azob bo'ldi. Shundaqdimi chidab yurdim. Keyin Halima bilan uchrashib qoldim. U menga o'zining xato qilganligini, pulni debla siz bilan to'y qilg'ashqa sizga ko'ngli tushmaganligini, meni yilimo yaxshi ko'rdiganligini aytdi. Shundan keyin mushundaq past ishlarni qilib yurishding. Shundaqmi? Shundaq. Yo'q, mening demakchi o'g'lim. Yo'q dema. Acaba sen shuncha past ishlarni qilib yurishding burun. Yana bir insonning yuragini, izzat obro'yini dafsanda qilayotganligini o'ylab baqdingmi, ablah? O'ylagan. Lekin og'zingni yum. Sen meni xo'rlading. Opamning o'limiga sababchi bo'lishding. Senlarni kechirish menga o'lim bilan barobar. Ish bo'lsa, yuzlaringga xalqi olam bilgudek qilib belgi solmasam, yesib emas. Yo'q. O'zingga mi qildim? Menga mi qildim? Kiya buni? Tura, itmas. Voyjon. Menga soqchi darsi boramiz. Menga Xeyr, opa. Jannatda xotirjam orom olg'aysan. Agar o'g'lingning tiligini tushansang, o'g'lingni kechirsang, tushimga kirgaysan. Men endi Xudoning qutlug' kuni sening qabring oldida paydo bo'laman.
Əmgək bilan o'zgartish maydonidan aloqa topshirib oldik. Sizning turmidagi ifodingiz alohida yaxshi ekan. Ular sizdan to'liq rozi bo'ldi. Ular sizni uyga kelib qamoqchi bo'lganda, siz qo'shilmay qo'yibsiz. Shunga biz har tarafdan o'ylanib, Əmgək kadrlar idorasiga siz to'g'riliq doklad yo'liga aydik. Aslidagi xizmat o'rningiz bilan aloqa ko'rdik. Ular sizni yana ep qoladigan bo'ldi. Siz buningga qanday qaraysiz-kin? Men bu ana tupurg'imda qaytadan bek surishga rozi. Sizlar menga shunchalik ko'ngil bo'lyapsizlar. Men sizlarga chin yuragimdan rahmat aytaman. Ahmet, qaytib chiqibsiz-da. Meni turmada chirib tugaydi deb o'ylagan eding. Men de hayot. Kuning yomon emas o'xshamamdi. Xonishlar ekasini o'psan. Meni taqdir jazoladi Ahmet. Mening ko'rgan kunimni ko'chilik qilolmi ishlarni ko'maydi. Sen bu kunlarni ko'rishga haqli. Chunki sen o'z baxtingni o'zing nobud qilgan. Bo'pti. Bularni qo'yib turaylik. Hozir nima ish qilyapsan? Nima ish qilyaptim? Nada qo'saq to'ysa, shu yerda yuryapman. Mana hozir yaxshi bo'ldi, siz qaytib chiqdingiz. Ilgari yetkazamagan mehrimni sizga qayta yetkazaman. Sana ko'p rahmat. Tangrim menga qurib qolgan daraxtni ko'kartish qudratini bermabdi ekan. Qalbimdagi gullik allaqachon qurib ketdi. Men uni bir umr parvarish qilib qaytadan ichildirmayman. Gapning rosti, men seni bir umr yaxshi ko'ramayman. Hem senin yaxshi ko'rishingga muhtoj emasman. Nima? Hey ukam, avu xotin sizga nima deb yig'lab beryapti? Ayolni demla. Mendan sadiq so'ragandi. Poch pul yo'q, beramadim. Shuni yig'layotdi. Demay obdan qipsiz ukam. U bir buzuq ayol edi. Men tex sizni yaqin yurtliq ko'rib qoldimki deb o'ylab ketibdiman. Qarmoq u bir obdan mazlumda ko'rinadi. Nima ish qundaq deylar? Hey ukam, siz buni bilmaysiz. U erining beshiga chiqqan jodugar bir nima. Uning eri bir obdan bola edi. La'natining sababidan qo'l g'ilinib ketdi. Hozir uning chiqqan chiqmaganligini texi bilmaymiz. Shundan boshlab u biraqli ko'chaga chiqib qoldi. Anlasak, o boshqacharoq bir kasalga giribdor bo'lib qopti-dek. Uning sababidan ota-onasi bu yurtda ko'p qisildi. Oxiri qon yutib, oq-oqidan o'lib ketdi. Hey, hozir uning ko'rgan kuniga odamning ichi og'riydi ukam. Lekin u o'zi qilganda. Hey. Yaşına gelken dur. Yaxshi bo'pti. Yurtimizdan bir bola qaza yo'qotdi. Bu sening nishon belging bo'lsin, Halima. Beajal o'lib, iymoningni yo'qotganing uchun, xalqning nafratiga qolganing uchun namozingni tushirilmadi. Nima degan bilan sen mening ayolim eding. Xayr. Tinch yotqin, Halima. Sana Allohdan rahim shafqat tilayman. Menden razı ol.
Ağrıdı bu baş, aydı gözümden taram taram yaş. Telmürüp her yanğa ahuzar gözü. Cahanda var mıdır ana bir kıyaş? Azizlab kalbimni bergan dilbirim. Bu g'irib peşimga ne gülbet saldı. Judalık derduğu meylidir lekin seherlik kul bilen canımni aldı. Yığılğan anam şu sebepli acem kendi göz yumur pişayman hasretge emdi ne kılar ama şu canımda bir vapa durur. Ah anam ne dersen tutqazın beni. Bunca dert tartça gideyim şu ölüm. Ah anam ne dersen tutqazın beni. Bunca dert tartça